Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xonadoninglar tinchmi? Bugun vaqtim bor edi, bitta video chiqarib qo'y deb video qilyapman. Bugungi videoyim asosan maslahatlar bo'ladi. O'shanga maslahatlarni eng anaqasi hozirgi zamonda, hozirgi kunda ko'p xorozvozlar qiynalishyapti. Xoroz boquvchilar, o'sha yangi boshlovchilar, yangi boshlagan xoroz boquvchilar ko'plar qiynalyapti hozir anaqaga. Xorozim shamollab qoldi. Nima qilay? Og'zini ochib nafas olish qiyin bo'lyapti. Nima qilsam bo'ladi deb ko'plar so'rayapti-da. O'shanga maslahatim o'sha og'zini ochib nafas olyaptimi? Bilinglarki, o'sha o'pkasiga o'tgan kasallik. Kasallik o'pkasiga o'tib bo'ldi o'sha. O'shanga ehtiyot qilib, anaqalar bor, ukollar bor. Ukolni qilinglar, azitronid degan ukol bor. Qulog'idan urib qo'yasizlar. Qulog'idan urib qo'yasizlar. O'shanga ehtiyot bo'lasizlar. Qulog'idan urib qo'ysanglar, bir kunda yaxshi bo'lib qoladi. Bir kun emas, 3 kunda yaxshi bo'lib qoladi. Xudo xolasa, ko'plar bilib bilmasdan ukol qilyapti. O'lib qolyapti ekan, xo'roz tovuli o'lib qolyapti deydilar. Xo'roz tovuli o'lib qolyapti deyishyapti. O'shanga bilib bilmasdan hammani gapiga quloq solib, uni qilib ko'rish kerak, buni qilib ko'rish kerak demasdan, eng yaxshi maslahatim sizlarga veterinarga boringlar, veterinarga borsanglar o'zi biladi qanaqa ukol qilishni. Veterinarga borsanglar sizlarga dori yozib beradi. Eng yaxshisi o'sha tovuq, xo'roz, o'sha doktorlari bor, o'shalarga borishinglarni maslahat beraman. Ko'pincha bu narsa nimadan kelib chiqyapti? Yonida suv qolib ketyapti yoki zax joyda, qorli joyda ko'p xo'roz tovuqlar yurib qo'yapti, oyog'idan o'tyapti. Mana men misol uchun mana shu chelaklarni ertalab 10 minut qo'yaman, bo'ldi, teskari qilib tashlayman hamma chelakni. Yonida suv turmaydi. Xo'roz tovuqning yonida suv turmaydi. O'shanga ehtiyot bo'linglar. Keyin qo'shimchasiga vitamin beringlar. Men hozir shu vitaminlarni ko'rsatib o'taman. Anaqaga o'zi multivit degan vitamin bor. Suvga o'sha multivitdan qo'shib beraman. Yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Hozir bir minut. Mana bunaqa vitamin bor. Mana. Multivitamin bor. Shuni berishinglarni maslahat beraman. Keyin yana qo'shimchasiga suvga kalsiy beringlar. Yoniga oqoy to'kib qo'yinglar. Tovuqlarni, xo'rozlarni oqoy yeydi. Shag'al to'kib qo'yinglar. Mana ko'plar mana shunaqa havoda chiqaryapti-da, xo'roz tovuqlarni. Men ham 5 minutda chiqardim, 5 minutdan keyin qamab qo'ydim. Mana bunaqa suvli joylarda xo'roz tovuq yurib qo'yadi. Hozir yerlar zax, oyog'idan srazu o'tadi, oyog'idan sovuq o'tadi. Keyin bir xil aytayapti, toji qorayib qolyapti. Sababi nima? Xo'rozimni toji qorayib qolyapti. Toji qorayib ketib qolishi shamollashda. Shamollashdan bo'ladi-da, boshqa nimadan bo'ladi? Shunga akalar, ukalar ehtiyot bo'lasizlar. Keyin ko'plar sotuvdagi xo'roz, tovuq so'rashibdi. Men borini ko'rsataman. Mana o'sha qizil Koreyaga Vyetnam bu. Qora oyog'imiz avtomat korobka bu. Bu tovuq Yulduzchan navara qizi. Bitta dona qo'ygan. Bu sotilmaydi bu. Mana bu sotiladi. Men nomerlarimni qo'yaman, telefon qilib bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bu yerda keyin men bilan bor. Mana yapon. Bu xo'rozimiz toza yapon. Mana bu armaturani liniyasidan. Buni bitta sherigi sotildi o'zi. Vodiy Andijon. Sotvordik.
Bu yerda nima bor yana? Manmi bor? Armaturani sherigini o'g'li bo'ladi mana bu xo'roz. Bu tanachi bu, toza tanaga uradi. Toza tanaga uradi. Bu yondagi tovuq sotilmaydi, o'zim yopib qo'yganman buni. Mana bu xorozcha sotiladi Nobodoga. Aloqaga chiqsanglar narxini kelishib olamiz. Yana sotiladigan xorozchalardan mana manmi bor. Tullovlar yetib qoldi buni. Yozi jo'jasi bu. Kechki jo'ja bu. Tullovlardan chiqib chiroyli bo'lib qoldi. Kichkinani tezi bu. Juda tez. Kichkinani tezi. Mana bu tovuqimiz mana oyog'ida pixlari bor. Shu gap akalar ukalar Nobodo. Keyin yana bir yengilligini aytib qo'y, tuxum bor, sotuvda tuxum bor. Mana o'zimda emas, sherigimda bor, Dilshodda bor. Aloqaga chiqsanglar tuxum qilib beriladi. Zo'r zotlardan, yaxshi zotlardan. Mana kanalimga tashab qo'yganman xorozlarni. Telegram kanalimga tashab qo'yganman xorozlarni. O'sha yerda ko'rib olsanglar bo'ladi. Tuxumni narxi 150 ming so'mdan. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Tuxumlar qilib beriladi, xudo xolasa akalar ukalar. Sog'likda, salomatlikda ko'rishguncha. Ko'plab video qilmayapsiz deyishyapti. Video mana hozir chiqarib qo'yibman. Vaqtim bor edi. Biz ham ishli odammiz. O'shanga video chiqara olmayapman hozir. Imkonim bo'lmayapti. Yugurim sal ko'payib ketib qolgan akalar ukalar. Mayli, sog'likda, salomatlikda ko'rishguncha akalar ukalar.